qatnashmayapti. Qolgan barcha shu yerdan hozir. Yaxshi. Biz kelajak soat darsida o'tgan safar qaysi mavzuni o'tgan edik? Ustoz va murabbiylar kuni haqida o'tgan edik. Ustoz va murabbiylar haqida ularga ta'rif bergan edik va ustozlik kasbini tanlaymizmi deganimizda hech kishi hal edi. Hech kim yo'q, hamma bo'lmaymiz dedilar. Nima sababdan bo'lmaymiz dedilar? Qiyin, juda qiyin kasb dedilar. Maoshi kam, yana asabiy, demak sog'lig'imizni yo'qotamiz. Shuning uchun ustoz bo'lmaymiz dedilar. Nima nazar aytdiki, menga o'xshagan o'quvchi uchrab qolsa o'zimdan nima qilaman keyin dedi. Demak, ustozlik kasbini qiyin ekanligini, juda qiyin kasb ekanligini, bilim berish juda qiyin ekanliklarini o'zlaring ta'minlab o'tganmiz. To'g'rimi? Va ustoz va murabbiylarimizni har doim ulug'lashimiz kerakligi to'g'risidagi fikrlarni aytib o'tdik. Imom Buxoriyga ustozidan maktub kelganda qayerga qarab salom bergan ekan dastlab. Buxoro tomonga qarab salom bergan va o'z hurmatini ustozga bo'lgan hurmatini shu tarafga bildirgan deb aytib gaplashamiz. Gadjetlar. Birinchi savol beradi. Gadjet o'zi nima ekan? Mana shu narsa gadjetlar. Kim javob beradi? Elektron qurilmalar. Yana kim izohlaydi? Gadjetlar degani yana nimani tushunasiz? Biz foydalanadigan smartfon, uy telefoni. Yaxshi, yana Zafar. Hayotimizni yengillashtiruvchi qurilmalar. Hayotimizni yengillashtiradigan qurilmalar. Yana kimda fikr bor? Kerakli ma'lumotni olish uchun kerakli bo'lgan qurilma. Bizga kerakli ma'lumotni olish uchun kerak bo'lgan qurilmalar. Demak, gadjetlar ular hayotimizda 20-asrning oxirlarida paydo bo'lgan kichkina o'zimiz olib yurishimiz bo'lgan qurilmalar hisoblanadi. Endi savol, biz mana shu kichkina qurilmalarni hozir juda ko'p foydalanamiz. Ya'ni gadjetlardan kichkina, eng oddiysini aytadigan, mana oddiygina nima? Soncha deymiz. Demak, mana shu ham gadjet. Ya'ni biz notebookni ishlatish uchun bundan oson foydalanish maqsadida foydalanamiz. Ya'ni biz uchun kerak. Juda ham oson foydalanish uchun. Yoki hozirgina mana ishlatayotgan mana proyektorimiz ham gadjet hisoblanadi. Chunki sizga ekrandagi mana kichkina ma'lumotni ekranga, katta ekranga o'tkazib beradi. Ya'ni ko'rishingiz mumkin. Katta qilib ko'rishingiz mumkin. Yoki qo'lingizga taqib kelasiz. Smartwatch deysiz. Bu ham hozirgi paytdagi gadjet. Chunki uning ichida juda ko'p nimalar bor? Ma'lumotlar bor. Siz foydalanishingiz mumkin. O'zingiz ko'rib bemalol foydalaning. Yoki hozirgi paytdagi aqlli ko'zoynaklar chiqyapti. Uyimizda robot pilsoslar chiqyapti. Ya'ni chang yutgichcha, uni biz shunday qo'yamiz, unga boyagi aqlli o'zi tozalaydi. Siz uni mana bu sog'lig'imga ko'p zarar yetgan, ko'zim nuri pasaygan, maslahat bergan bolalardan sizlarga ishlaringizni reja bilan qilganingiz o'ziga foyda, miyovni kutmang. Uchinchi xatolik, til o'rganishni sal kechroq boshlaganman. Sizlarga maslahat bergan bo'lardim. Xorijiy tillarni hozirdan o'rganish boshlasangiz, kelajakda o'zlaringizga foyda bo'ladi. Ana endi tillar haqida gaplashamiz. Birinchi to'g'ri, hozirda o'yin yaratish yo'nalishidaman. Ba'zi bir o'yinda serverlar bor. Serverlarni kundalik qarashlarni qo'llash ketadi hozir. Ikkinchi tur, ko'p loyihalarda qatnashganman. Burada eng asosiysi 1 million bir dasturchi. Unda sertifikatim bor. Ko'p loyihalarda qatnashish bu sizga ko'proq tajriba, ko'proq do'stlar va ko'proq g'oyalar beradi. Uchinchi to'g'ri, o'zimga bo'lgan ishonchim ortdi. Kelajakdagi rejalarimni tuzish boshladim. Va maktab tamomlagach, Germaniyada o'qimoqchiman. O'zim bilan bog'liq bo'lgan tajribalarni siz bilan bo'lishdim. O'ylaymanki, bu sizlarga foyda keltiradi. Kamchiliklar uchun uzr so'rayman. Eshitlaring Akobir Akbarovni hozirgi o'sha IT sohasida bizga o'xshagan oddiy maktabda o'qiyapti. Maxsus maktab emas, ixtisoslashtirilgan maktab emas, oddiy umumta'lim maktabning 11-sinf o'quvchisi. Lekin o'sha sohaga qiziqqanda mana shu soha bilan shug'ullana boshlagan. Endi o'zi fikr beryapti, meni yutug'im nimaligini, kamchiligim nima deyapti-da. Bu sohaga qiziqish qachondan boshlangan, lekin mana aytyapti kamchiligim, men hamma sohada ishlashdan
telefondan ko'p foydalangan va oqibatda ko'zlari zararlangan. U bundan keyin zaruratsiz telefondan foydalanmoqchi emas. Mani ko'rish qobiliyati pasayib ketyapti. Shifoxonada davolanmayapman. Nuri bolaga zarar beradi, ko'zini xiralashtiradi, boshini og'ritadi. Telefonni kamroq o'ynashga harakat qilaman. Gadjetlardan to'g'ri foydalanib, bilganini tushuntirayotgan, turli ixtirolarda foydalanayotgan, til o'rganayotgan va IT sohalarini o'rganayotgan bolalar ham ko'p. Siz telefondan nima maqsadda foydalanasiz?